Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi zil celali vel ikram. Farada ala ibadihi hacce beytihil haram. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Hayru men salle ve hacce ve sâm. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ala alihi ve ashabihil kiram. Thumma amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Muhterem hoji otalarimiz, hoji og'alarimiz, ukalarimiz ve hojiya onalarimiz. Allah subhanahu ve taologa hamd sanolarimiz cheksiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salatu salomlarimiz doimiy va abadiy bo'lsinki, mana bugungi kunda biz hammamiz ham ofiyatdamiz. Alhamdulillah ofiyatda hayajonlar bilan o'sha Mino vodiysiga avvalambor chiqishlikni, so'ngra ulug' kun, barakatli kun, kunlarning eng yaxshisi bo'lgan Arafotda voqif bo'lishlikni va u yerdagi duo tazarrularimizdan keyin kelib yana Muzdalifada aynan Mash'aril Haromda kechasi tunab, ertasiga endi bayram. Ana endi o'sha hayit kelib, o'sha shayton alayhi la'nani yaxshilab juda ham kuchli zarbalar bilan toshlab, inshaalloh mana shu amallarimizni qilishlikni Alloh taolodan hayajon bilan kutib turibmiz. Allohga hamdlarimiz bo'lsin. Albatta darsligimiz sizlar bilan avvalgi kunlardan boshlangan suhbatimiz haj maqsadlari, hajni mazmun mohiyati, hajni qabul bo'lish sirlari kabi alhamdulillah mavzularda biz darsligimizni boshlaganmiz. O'tgan darsliklarimizni yana ham eslab o'taylik. Va shu bilan sizga aytamanki, bu hozir bizni Al-Qur'on portalimiz, kanalimizda hammasi alhamdulillah avvalgi darsdan boshlab berilyapti. Qaysi biringiz mana shu darslarni eshitolmay qolgan bo'lsangiz, aynan bugun bu hojilarimiz, ukalarimiz keldilarda quchoqlashib ko'rishib, "Hazratim, men bugun keldim, hozir keldim" deganlarga mumkin u yoqda hojonalarimiz bordirlar. Ularga tavsiyamiz va eshitganlaringizga yana ham tavsiyamiz. Takror eshiting buni. Minodan avval, Arafotdan avval bu darslarni eshitingki, bu dars sizni inshaalloh saboqlar hajingizni haqiqiy haj qiladi. Chunki bu haj sirlari deyapmiz. Mabrur hajni aynan ta'limi mana shu saboqlarda bo'lyapti. O'tgan demak darsligimizda, avvalgi darsliklarimizda tavba haqida aytdik. Haj bu tavba demak. Haj bu tavba demakdir. Tavba bor, haj bor. Tavba yo'q, haj yo'q. Tavbani aytdikki, hajni ruhi dedik. Hajni joni, ruhi u albatta tavbadir dedik. Va keyingisi tahqiqut tavhid dedik. Tavhidni bilish, Allohni yakka deya bilishlik dillarda va tillarda va o'shanga ko'ra yashashlik, bu iymon dedik. Iymon yo'q, nafaqat haj. Ro'zalar, zakotlar, namozlar yo'q. Iymon demak bu hajni nimasidir? Bu ham aslidir, jonidir, ruhidir. Xo'p, keyingi darsligimizda Allohning rizosini topishlik mavzusini o'tdik. Bugun siz shunchalik qiyinchilik, mashaqqatlarda elingizdan kelarkan siz pul sarflab, mablag' sarflab, umr sarflab, ahlingizdan uzoqlarda, yiroqlarda bo'lib, ularni uyda, vatanda qoldirib kelarkansiz, illa bugun Allohning roziligini topib ketishligingiz kerak. Shu dargohlarga kelasizda, baytiga kelasizda Allohning rozichiligini topolmasangiz, afsus deymiz. Voy u hojiga. U hoji albatta qabul emas, Alloh saqlasin. Keling siz bugun Allohning roziligini topib keting. Hajdan maqsad demak nima ekan? Allohning roziligi, rizvonini topishlik. Keyingisi taqvoga ega bo'lish. Keyingi dars mavzularimizda taqvo. Biz bu yerga taqvoga ega bo'lgani keldik. Taqvo bu Alloh taolodan qo'rqish. Biri keladi hoji, Ka'bani aynaladi, tavoflar qiladi, sa'ylar qiladi, duolar qiladi, lekin taqvoga ega bo'lmaydi. Uni hajdan nima foyda? Uni hajidan nima naf foyda? Bugun demak nima qilaylik?
taqvo sohibi bo'laylik. Va yana undan keyingi mavzularimiz iqomatu zikrillah. Allohning zikrida qoyim bo'lish. Biz bu yerga kelar ekanmiz, kimni deb keldik? Tijoratmi deb keldik? Biz albatta Alloh taoloning zikriga keldik. Va keyingisi bu albatta iymonni ziyoda qilish. Bugun iymonga ega bo'lishimiz kerak. Bugun iymonli bo'lishligimiz kerak. Chunki haj bu iymon deganligi. Iymonga ko'plab mo'l-mo'l ega bo'lib, ana o'sha iymonda qolishligimiz kerak. Bugun bu yerda mazza qilib darslarda eshitib, albatta bu ma'rifiy saboqlarga ko'p quloq tutyapmiz. Bu bilan iymonlarimiz ziyoda bo'layapti-yu, borganda zaif iymonda bo'lib, Alloh asrasin iymonsiz bo'lib qolmasligimiz kerak. Va yana undan keyingi sabog'imizda uni mavzusi shunday ediki, Allohning amriga ijobat qilish. Aytdikki, avvalda ihrom kiyishligingiz bilan, siz talbiyani aytishligingiz bilan Allohning amrini bajo keltiraman dedingiz. Va aytdikki, Allohning amrini bajo keltirishlik o'sha talbiyalarda bo'ladigan bo'lsa, nafaqat u hajda emas, balkim Allohning har buyrug'iga bo'yin egish, amrini bajo keltirish, har nahiysidan qaytish. Bu amallarni qila olgan hoji bu hojidir. Uni amali qabul bo'pti inshaalloh. Uni hajji inshaalloh mabrur bo'pti. Va aynan tuni kecha o'tgan sabog'imiz shuhudu manafi'il hajji al-azimati dedik. Hajdan manfaatlar. Hajdan hosil bo'ladigan manfaatlarga inson nafaqat shohid bo'lish, unga ega bo'lib qaytish. Alloh kelganlarga hajdan juda ham ko'plab manfaatlarni bergan. Dedikki, dunyo va oxirat manfaatlari, ham diniy ham dunyoviy manfaatlarni Alloh o'zi liyashhadu manafi'alahum. Ular hajga kelsinlar. Ey Ibrohim, siz butun bashariyatga nido qiling. Hajga deya ularni chaqiring va ular yurgan hollarida, oyoqlari bilan, hatto ulovlari bo'lmaganlari, ulovlari bo'lib ham ko'p yurganlaridan ulovlari ozib to'zib ketgan ulovlarning ustida siz tarafga, mana u Baytulloh tarafga qarab kelsinlarki, nega unday kelsinlar? Sababi hajda ularga manfaatlar bor. O'sha manfaatlarga ega bo'lsinlar deya kecha tunda o'tgan darsligimizning mavzusi shu edi. Mana bugun Allohning karami, rahmati bilan endi tazkiratul axirah, oxiratni eslash. Bu hajjimiz bizga %100% oxiratni eslatuvchi, oxiratga bizni rihlat qildiruvchi. E'tibor qiling so'zimga. Nafaqat oxirat ilmini bu yerda o'rganasiz. Siz haqiqiy ma'noda ham, qisman bo'lsa ham siz oxiratga safar qilasiz. Bugun hoji bor ekan, oxiratni bilmasa, oxiratda nima bo'lishligini ilmiga ega bo'lmasa, oxiratni tushunmaydigan bo'lsa, u hojiligidan hech foyda yo'q. Chunki bu hajni buyuk hikmati, hajdan maqsad bandalarga, "Oy bandalarim, oxiratda mana shunday bo'lasiz. Hammangiz balkim siz hozir talbiyalarni aytib, umraga kelishligingizda, hajga kelishligingizda, avvalgi kuningizda ikkitagina libosda, ihromda turayapsiz. Ustini kiygansiz, pastini kiygansiz. Ammo oxiratda yalang'och bo'lasiz. Oxiratda bundan ham hisobingiz og'ir bo'ladi. Hech vaqosiz bo'lasiz degan ma'noda Alloh bizni bu baytiga, bu haramiga, bu Makka-i Mukarramaga chaqirib turganligini bu darsdan anglaymiz. Demak, bizda oxirat bor azizlar. Alloh subhanahu va taolo bir qancha oyatlarda, Payg'ambar alayhissalatu vassalam bir qancha so'zlarida bizga bu dunyoni tugashligi, bitishligi va har narsani oxirati, intihosi, nihoyasi borligini Alloh va Rasuli bir qancha so'zlarda aytadi. Hattoki siz uchun, biz uchun sevimli bo'lgan bir sura. Xufton namozlarimizni o'qiymiz elimizda. Aynan Mulk surasida Alloh nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deya bizga bu so'zlarni eslatadi.
Bu dunyoni Alloh yaratdi, sizlarni xalq qildi va boshqa oyatlarda aytilganidek ibodat uchun, o'ziga ibodat uchun. Men insu jinni yaratdimki, nimaga? Mengagina ibodat qilishlari uchun desa, mana bu Mulk surasini avvallarida liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysi biringiz yaxshi solih amal qilasiz? Qaysi biringiz Allohning amrini bajo keltirasiz? Shu sababdan sizlar bu diyorlarda, bu dunyolarda yaraldingiz deydi. Demak, hammangizga ma'lumki, otamiz Odam alayhissalatu vassalam avvalda jannatda yaraldi va imtihon uchun aynan o'zlari boshlab berdilar. Mama Havvomiz, onamiz Havvo bilan mana shu yer yuziga va nasllari ham biz nasllari olarak albatta ko'payishligimizni aytib, Alloh mana u dunyoni bizga ixtibor, imtihon, sinov uchun yaratganligini albatta aytdi. Biz sinovdamiz. Qaysi bir holda bo'lmaylik, sinovdamiz. Biz imtihondamiz. Butun kunlik nafas olib nafas chiqarishligimizda, har holatimizda, o'tayotgan kunlarimiz, o'tayotgan soatlarimiz, lahzalarimizda biz sinalayapmiz azizlar. Xo'p, sinalganimizdan keyin oxirimiz nima? Oxirimiz ana u inshaalloh ikki holat. Fariqun fil janna va fariqun fis sa'ir deydi. Bo'ldi, uchinchisi yo'q. Yo birlari jannatda yoki nauzubillah birlari do'zaxda deydi. Bize demak borib hisob kitob beradigan holatimiz bu qiyomatda bo'ladi. Qiyomat so'zsiz qoyimdir. Qur'onga ishongan, iymon keltirgan, payg'ambar alayhissalatu vassalomning so'zlarini tasdiqlagan har banda borki, illa qiyomatga iymon keltiradi. Qiyomatga iymon keltirishlik, ya'ni o'limdan keyin qayta tirilishlik butun mu'minni e'tiqodidir. Va aynan sizning e'tiqodingizdir. Nega? Siz bugun mana qarang, mol dunyongizni tashlab, ahli beytingiz, farzandlaringiz, tijoratingiz, u yoqdagi tadbirkorligi har yumushingizni tashlab bugun Alloh deya kelib turibsiz. Bugun o'zingiz mana shu joyga, xo'p, ota-onalar bilan kelgan yigitlar ham bordir. Ammo ba'zilarimiz mana menga o'xshash, ukam bilan kelgan bo'lsam, ba'zilaringiz hech kimsiz kelgansiz. Allohning huzuriga ham mana shunday borasiz. Allohning huzuriga borganingizda hammani hisobi o'zi bilan Alloh uni alohida hisoblashadi. Demak, biz nimamiz? Biz hojilar buni chuqur anglashligimiz kerak. Boshqa hojiga kelolmaganlar anglamashligi mumkin. Lekin siz azizlar ihrom kiyishligingiz bilan bugun ana o'sha qiyomatingiz boshlanishligi shunday bo'ladi degan e'tiqodda bo'lishligingiz kerak. Ihromingiz qiyomatdir, talbiyangiz qiyomatdir, hisobingiz qiyomatdir. Sizni aynan Alloh subhanahu va taolo shunchalik baxtli ekansizki, hali qiyomatga ketib qolmashingizdan, ya'ni joningiz uzilib qiyomatga, qabrga kirishligingizdan avval Alloh sizlarga qiyomatning namunasini beryapti. Mana shunday holimiz bor ekan azizlar, kunlarimizni g'animat bilaylik. Aynan bu joydagi kunlarimizni zikr va duoda, istig'forda, tavbada g'animat bilaylik. Bu dunyo sinov dunyo. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning so'zlari aytadilarki, ig'tanim khamsan qabla khamsin dedilar. 5 narsa kelishligidan avval 5 narsani qadrini biling. 5 narsadan avval yana 5 narsani avvalda uni hisobini qiling. Uni g'animat biling dedilar. Birinchisi shababaka qabla haramik. Yoshingiz keksayib, ulg'ayishidan, umringiz bitishidan avval yoshligingizni biling. Hozir ey yoshlar, aytmadikmi 33 yoshdasiz. Qarang, 7 yoshdasiz. Tog'ni talqon qiladigan yoshdasiz. Allohga berilib ibodat qiladigan, ilmlar o'qib, ilm-u ma'rifatda toshib, elni, yurtni butun barakaga to'ldiradigan bir yoshdasiz. Rasululloh nima deyaptilar? Yoshligingizni g'animat biling, qariligingizdan avval deyapti. Biz aytmaylikki, otaxonlarimiz bizniki bitib qoldi-yu demang. Alloh taolo umr bersin. Hozir bir onaga, otaga duo qilmadikmi? 100 ga kiryapti ekanlar. Hozir 60 ga kirganimizga yana Alloh 100 yil umr bersa yoshi,
40 yil umri bor. U 40 yil umrlarda ne go'zal amallar qilsangiz bo'ladi. Va davomida vasihhataka qabla saqamik deyaptilar. Bemor bo'lib qolishligingizdan avval sog'lig'ingizni qadriga yeting. Sog'lig'ingizda ibodat qilib qoling. Sog'lig'ingizda Allohni zikr qilib qoling. Sog'lig'ingizda namozlar o'qing. Sog'lig'ingizda hajlar qiling. Hajni Alloh subhanahu va taolo oyatda, payg'ambar alayhissalatu vasallam hadislarida liman istata'a ilayhi sabila deyildi. Haj qilishlik umrda bir marta kim qodir bo'lsa deganligida faqat mol deyilmaydi. Balkim nima deyiladi? Mol va sihat salomatlikda bo'lib, o'shanga qodir bo'lishlik. Birlari keldilar payg'ambar alayhissalatu vasallamdan so'radilar, sahobalardan birlari, otamga haj vojib bo'lganu, farz bo'lganu, lekin rohilani ustida, ya'ni ulovlarda o'tira olmaydilar. Otamdan haj qilsam maylimi deganlarida ana o'sha kishidan haj qilinishligini joizligini Rasululloh aytdilar. Illa o'zi o'sha insonni avvalambor haj qilishligi shart ekan. Demak, bu ham bir sihat, salomatlik ham sizni ibodat qilishligingizda siz uchun buyuk ne'matdir. Buni g'animat biling. Otaxon bo'lganimda qilaman demang. Otaxon bo'laman, keksa bo'lganimda, soqollarim oqarganda qilaman demang. Har amalingizni hozir qilib qoling, o'sha amalingiz sizni oxiratingizni obod qiladi. Har ne qilasiz oxiratingiz uchun. Har ne qilasiz oxiratingizni saodat uchun qiling. Va yana Rasululloh alayhissalatu vasallam aytayaptilarki, va g'inaaka qabla faqrik deyaptilar. Kambag'al bo'lib qolishdan avval boyligingizni qadriga yeting deyaptilar. Siz bugun Alloh bergan bu boylikni o'zini toati yo'lida sarflang. Mashaalloh, hozirgi kunda O'zbekistonimizning iqtisodini kuchayishidan sevinamiz, duolar qilamiz. Lekin ba'zi bir yoshlarni hali Antaliyada, hali Maldiv, hali yana nima, hali Malayziya, hali Yaponiya birlari kelyapti. Aytayapti, bizi bir majlisimizda aytayaptiki, oilaviy borib, o'sha hazrat deydilar yana. Tajrimin tahtiyal anharni ko'rdim men deydilar. Taglaridan anhor oqib turuvchi degan jannatni vasfini men o'sha joyda ko'rdim. Qayerda ko'rdingiz? Yaponiyada ko'rdim deydilar. Yaponiyada shunday orollar bor ekan, u birodarimiz o'sha joylarda huzur halovat qilib ketdilar oilalari bilan. Necha pul ketdi desak, aytayaptilarki $100 ming. Essiz $100 ming. Essiz $100 ming. Uni oxiratga ko'chirsa, oxiratga shunday posilka qilib yorsa bo'lmasmidi? Oxiratga posilka qilish yo'li ko'p-ku. Bir kambag'al faqirga uy olib bersa yoki Allohning baytiga tiksa, o'sha oxiratda bir qasr bo'ladi-ku. Pulim bor ekan deyiladi-da, ko'plarga nasihat qilsak, qoraka hazrat u yoqda ham qilyapmiz deydi. Qo'ying o'sha orollarni. U orollar hech vaqosiz qoladi. Hech bir qadri yo'q holda qoladi. Orollarni o'zi egalari bilan yo'q bo'lib ketadi. Hammasi fonidir. Bugun u orollarda sizga aynan siz hojilarga aytayapman. Sizga u yoqda nima bor? O'tganda aytayaptilar. Mana shu Zulhaydar akamiz aytdilar bizga. Necha yillik mana shu joyda tajriba sohiblari. Bir mahalla hojilar yig'ilib olib nima dermish? Bizi mas'ullarimizga. Biz zerikib qoldik. Qarang, sizga o'xshash aytayapti. Bir yillarda bizni to'plab, biz ko'p pul berganmiz, Qizil dengizga sayohatga olib borib kelsin deyapti. Ana hoji. Ana hoji, oy azizim, oy ulug'im, muhtaramim, Qizil dengizga borgingiz kelsa, o'zingizni uyingizdan saf xarajat qilib kelavering. Lekin biling, mana bu Makkaga kim kelsa, ishi uchun kelsa ham, biri tijorat uchun kelyapti. Lekin Makkaga ehromsiz kirib bo'lmaydi azizlar. Siz ehrom bilan kirgansizda, keyin yana ehromdan chiqaman, Qizil dengizga boraman deysiz. Hayotingiz unda xavf xatarli bo'ladi. Unda amallaringiz kuyib ketadi. Hajjingizni qildingizmi, endi u yog'iga tavbangiz bilan, tavba tazarrungiz bilan bu vaqtlarni, bu fursatlarni endi qo'ldan boy berib qo'ymang. Qizil dengiz bo'lmasa Qora dengizga boring. Lekin hajda turib bormaysiz-ku. Qandayki o'zingizning haqqingizdan bo'lmagan bir haqni bu mas'uliyatdan yoki bu rahbariyatdan talab qilasiz. Sizga boshida aytilganda Qizil dengizga olib boramiz deyilmagan-ku. Deyilganmi yo? Yoki hajda biron bir kitobda shu ulamolar, ustozlarimiz sizga aytdimi Qizil dengizga boriladi hajga borgan deya? Bu nimasi bu? Demak,
uyingizga qaytganingizda ham shunaqa bo'ling. Qizil dengizga bormoqchi bo'lsangiz, shuni taroziga qo'ying. Oxiratingizga nima foydasi bor? Oxiratingizga agar foyda bo'lsa, borib Olabula dengiziga ham boravering. Ko'k dengiz bormi, sariq dengiz bormi, boravering. Lekin o'sha sariq dengiz oxiratingizga manfaati bo'lsin-da azizlar. Mana endi keyingisi. Qarang, va farag'aka qabla shug'lik deyaptilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam. Endi siz g'animat biling, fursat biling deyaptilar. Hozir bo'sh, bekor vaqtingiz, ey yoshlar, bekor vaqtingizni g'animat biling. Nega? Bir kuni kelib mashg'ul bo'lib qolishligingizdan avval deyaptilar. Hozir mana biz yoshmiz, har ishni qilsak bo'ladi. Balkim otaxonlar ham 50 ga kirgan, 70 ga kirganlar ham 100 yil Alloh umr bersa, 30 yillik hali farog'i, ya'ni bemaloligi bor. 30 yilligingizda ham o'sha Hazrati Ali Sofiylarga o'xshab Qur'onni yodlab qo'ysangiz bo'lar ekan-a? 30 yillik umrda nimalar qilsa bo'lar ekan? G'animat biling deyaptilar Payg'ambar alayhissalatu vasallam. Mashg'ul bo'lib qolib, band bo'lib qolishingizdan avval vaqtingizni qadrlang deyaptilar. Va yana va hayataka qabla mautik. O'limingizdan oldin bu hayotingizni, tirik bo'lib turganingizni g'animat biling deyaptilar. O'ldik, bo'ldi. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Odam bolalari o'lar ekan, inson dunyodan, foniydan o'tar ekan, baqoga ketar ekan, uni amallari to'xtaydi. Tirikligimizda azizlar nima qilaylik? Amal qilib qolaylik. Payg'ambar alayhissalatu vasallam yana bir so'zlarida nima deydilar? Ni'matani maghbunun fihima kaseerun minan nas. Ikkita buyuk bir ne'mat bor. Ammo u ne'matdan ko'p ummatni ichida aytayaptilar. Ko'p insonlar g'aflatda bo'ladilar. Undan mahrum bo'ladilar. Undan haqiqiy istifoda qilib foyda ola olmasdan oxiratlarga ham zarar ko'radilar. Oxiratlarga ham zarar qiladilar. Nima u deyilsa, qarang, as-sihhatu val farogh deyilyapti. Sog'lik, salomatligingiz bugun ne'mat. Ertaga Alloh saqlasa sajda qila olmay qolishligingiz mumkin. As-sihhatu val farogh deyaptilar. O'sha ko'p insonlar bee'tibor bo'lib g'aflatda qoladigan ne'matlardan ikkitasini aytayaptilar. Bu sog'lik, salomatlik va bo'sh hozir vaqtlar. Hammamizda alhamdulillah vaqtimiz bemalol. Hatto ulg'ayganlarimiz, keksalarimizda borib endi kunlarni g'animat bilsinlar. Alloh o'zini dargohiga olib kelib qo'yib, o'zini mehmoni qilib, gunohlaringizni afu qilganidan keyin endi qolgan umringizni toatga sarflang. Allohim sen meni ikrom qilding. Allohim sen meni ulug'lading. Seni o'sha baytingga borib bugun gunohlarimdan afu qilingan paytimda qolgan endi 1 yillik umrimni bo'lsa ham deng, faqat toatda o'tkazay deng. 5 vaqtingizni borib namozni jamoatda o'qing va ro'zalarni kunida ro'za tuting. Alloh buyurgan har buyruqni oxiratingizni obodligi uchun qiling. Bugun hojilar buni tushunmasa, qolgan xalq musulmonlardan hech ham xafa bo'lmaslik kerak. Bugun siz buni tushuning. Bugun siz buni tushunish fursatida buni boyligida turibsiz. Kunlar g'animat. Hazrati Hasan aytadilar, innamal ayyamu salas deydilar. Kunlar 3 qismdir. Mana u biz yashab turgan kun bor-ku, shu kunlar 3 qismdir. Bir kun borki, u fil amsi, kecha edi, u o'tdi, endi qaytib kelmaydi deydi. Mana kechagi kunimiz o'tib ketdi-ku. Kechagi kunimiz o'tib ketdimi? Bugun imkoni bormi? Butun dunyo kelishsa-da, o'sha hozir dunyoni o'sha Amerika, Yaponiyalar, butun Yevropalar birlashsinda quyoshni bir qaytarsinchi qani ko'raylik. Ya'ni bir kunimizni qaytarib bersin. Imkoni bormi shuni? Yo'q. Hazrat Hasan al-Basri aytayaptilar-ki, kunlar 3 qismdir. Biri bor kecha edi, u o'tdi, ketdi, kelmaydi endi deyaptilar. Va yana asarlarda keladi. Har kuni chiqqan kun quyosh aytar ekan bashariyatga, ammo biz eshitmaymiz uni. Lekin eshitmaganligimiz uchun Rasululloh alayhissalatu vasallam bizga bildiryaptilar. Har kunlik kun aytar ekan. Oy bandalar der ekan. Oy xalq, oy insonlar, men yangi kunman. Mendan foydalanib qoling. Yo sizni yaxshiligingizga va yoki yomonligingizga guvoh bo'lib ketaman. Endi oxiratgacha ketdim, qiyomatgacha qaytib kelmayman der ekan. Har kunlik kunimiz mana shu so'zni aytadi, bizga nido qiladi, ammo eshitmaymiz. Xo'p, Hazrat Hasan al-Basri aytdilarki, kunlar 3 xil. Biri kecha edi, ketdi, kelmaydi.
Ikkinchisi desa, biz yashab turgan bugun, mana Xuftonda ham o'qib bo'ldik. To'g'rimi? Undan avval Shomda o'qidik. To'g'rimi? Undan oldin mana asrlarda o'qidik. Shomda taomlarimizni yeb oldik. To'g'rimi? Ana endi bugun Xuftondan keyin hozir sekin uyquga orqadan bomdod keladi. Va yana ikkinchi kunni qismi deyapti. Ikkinchisi bugun yashab turgan kuningiz, lekin u ham tez o'tib ketuvchida deydilar. O'tib ketmadi bugun kunimiz. Kimlar qilganini qilib qoldi, qilmagan odam, qilmagan inson nadomatda qoldi. Endi uchinchisi desalar al-g'ad deydilar. Ertaga keladigan kun. Endi ertaga qilib olamizda deymiz. Ertaga boru deymiz. U kishi aytadilar, Hasan al-Basriy men sizga aytdim, tobiinlarning ulug'laridan Hazrati Anas kabi birlari bir masala bo'lsa, u kishi birinchi javob bersin deydigan maqomdagi buyuk bir zotlar. U zot aytayaptilarki, kunni endi 3-qismi ertaga bo'ladi. Ammo u ertaga bo'ladigan kunda biz bilmaymiz, o'sha kuni yerni tagida bo'lamizmi yoki ustida bo'lamizmi deydilar. Ko'rdingizmi demak? Kunlarimiz azizlar g'animatdir. Bu kunlar fursatdir. Aynan siz va biz uchun fursatdir. Hojilar uchun fursatdir, ibratdir. Mana shu ihromlaringizni kiyib talbiya aytib kelar ekansiz, ikkitagina libosingiz bor. Boshqa hech voqoingiz yo'q. Kelasiz, Baytullohni tavof qilasiz. Keyin Safo Marvoni sa'i qilasiz. Sochlaringizni oldirganingizda ko'rasiz. Bu hammasi bu nimadir? Sunnatga ittibo qilib, bu bir ta'limdir. Alloh taolo bizga eslatadiki, "Ey bandalarim, mana shu holatingda balkim bundan ham battarroq bo'lib meni huzurimga kelasan." Keldik, ihromga kirdik. Bizni mudirimiz bilan firma boshlig'i yoki bo'lmasa hokim bo'g'larimiz ham Alloh nasib qilib kelib qolsa, shahar hokimimi, viloyat hokimimi yoki bo'lsam tashqi ishlar ministrimi masalan, qaysi bir sport vazirimi kelib qolsa, kiyinganimizdan keyin mana men bilan uni orasida nima farq bo'ladi? Hech farq yo'q. Oddiy mana kecha menga keldilar, biri men kimman dedi, biringiz kelib men traktoristman dedingiz. O'sha traktorist birodarimiz bilan boyagi vazirni vallohi deb aytamiz, orasida ihromda hech farq yo'q. Arafotda ko'rasiz, podsholar ham keladi. Arafotda ko'rasiz, vazir uzarolar keladi. Qancha boylar keladi. Dunyoga ega bo'lganlar keladi. Oddiy qorovul bilan bir xil bo'lib qoladi. Bir xil bo'lib qoladi. Bu bizga buyuk tanbih, darski, meni oldimda hammang bir xilsan deydi Alloh taolo. Dunyoni tark qilib, bugunku mana u ihromingdasan. Ammo qiyomat kuni kelganingda ustingda biron libosing bo'lmaydi degan mazmunda Alloh taolo bu hajdan bizga ibratlarni beradi. Bugun bular bilan ibratlanishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislarini eshiting. Yuhsharun nasu yawmal qiyamati uratan g'urlan buhman deya aytadilar. Qiyomat kunida insonlar, butun insonlar, biz ham hoji bo'lsangiz ham shunday bo'lasiz. Butun insoniyat qiyomat kunida yalang'och va xatnasiz. Hozir bizni sunnatga muvofiq mana erkaklarimizni hammasini xatna qilingan-ku, sunnat qilingan-ku. Bo'ldi, o'sha sunnat qilingan go'shtlarimiz ham, etlarimiz ham o'sib chiqib qolar ekan. Qiyomat kunida insonlar, butun insonlar yalang'och, kiyimsiz, xatnasiz. Bo'ldi, xatna bor edi-ku desangiz, u yana o'sib chiqar ekan. Chunki qabrdan tirildik. Va hech vaqosiz, ya'ni uni tijorati bor edi, yo'q orqasidan kelmagan, uni moli davlati bor edi, yo'q orqasidan kelmagan, uni juda kuchi, davlati ko'p edi. Hech vaqosi yo'q holda tiriladi dedilar. Bu kimning so'zi azizlar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari. Hatto bu hadisni aytar ekanlar, Hazrati Oysha onamiz ta'sirlanib ketdilar. Ya Rasululloh, insonlar, erkak, ayollar qiyomat kunida mahsharda yonma-yon turadilar, ustilarida kiyimlari yo'q deganlarida, ey Oysha, sen o'ylagandan ham u kun og'irdir dedilar. Ya'ni biz yalang'ochligimizni bilmay qolar ekanmiz, qiyomatning vajohati, qiyomatning shiddatidan. Bir inson o'zini o'sha xatnasiz bo'lib, o'sha etlari o'sib qolib, kiyimsiz turganini bilmay qolar ekan. Insoniyat yalang'och turar ekan. Qani endi sizning molingiz?
Qani sizni o davlatingiz, qani sizni kuchingiz, juda zo'r edingiz-ku. Keling o'sha qiyomat kunida ustingizga bir libos kiyib olingchi. Ustingizga bir mato, avratingizni to'sib olingchi. Shuning uchun ham aytiladiki, avval hatto payg'ambarlarmi? Ha, payg'ambarlar. Avval man yuksa huwa Ibrohim alayhissalom. Birinchi kiyim kiydiriladigan zot Hazrati Ibrohim alayhissalatu vassalom bo'ladilar. Mana shunday payg'ambarlar har inson taqvosiga ko'ra sinovdan o'tgandan keyin libos kiyiladi. Bugun siz hojilar buni anglamasangiz, bugun siz hojilar buni tushunmasangiz, bugun endi bundan ibratlanmasangiz, Allah asrasin, voy hammamizni holimizga. Allah sizni ulug'lab olib kelib, mana shu kiyimlarni, liboslarni kiydirib qarang. Eslagin, bandam, meni huzurimga ham shunday kelasan. Va qabrga shunday kirasan. Qabrga kirganingda ustingda faqat mana shunaqa nimang bo'ladi? Ustingdagi kafaning bo'ladi. Ustingdagi mato u kafan bo'ladi. Bo'ldi. Endi kafan ham chiriganimizdan keyin chirib ketar ekanda. Keyin Allohning huzuriga turganimizda yalang'och turar ekanmiz. Ana unda bizga faqat foyda beradigan holat nima bo'ladi? Bizning amallarimiz bo'ladi. Mana bu mabrur hajlarimiz bo'ladi. Mabrur hajlar, maqbul hajlar ana o'shanda bizga kor qiladi. Hajimizni buzib qo'ymaylik. Hajimizni vayron qilib qo'ymaylik. Buni yo'li Allohning amriga itoat qilish. Mana endi 100% ga 100% ga 1000% qilib Allohning rizosini o'ylab Alloh yasha degandan yashaylik. Shunda biz mana bu hajimizni haj qilib hajjil akbaru, hajjil mabrurlarga ega bo'lib ketgan bo'lamiz. Va biling, Alloh subhanahu va taolo kullu man alayha fan degan oyat karimada, aynan Ar-Rahman surasida, kullu man alayha fan, butun borliq, dunyodagi borliq mavjudot fonidir deydi. Va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Va qiyomat kunida endi qarang, hamma narsa yo'q bo'lib ketib, foni bo'lib ketadi. Zil jalali val ikrom bo'lgan Allohni o'zi yolg'iz qoladi. Dunyoda hech kim qolmaydi. Hattoki qarang, butun xaloyiq hammalari ham, butun borliq yo'q bo'lib ketib, hamma bandalar, farishtalar, ins, jins hammasi, insu jin hamma mutavaffo bo'lib, hammalari o'lib ketgandan keyin qarang, 4 tagina farishta qolar ekan. Bu hadislarda keldi. Kim desangiz, albatta Jabroil, Mikoil, Isrofil, Malakul Maut, Azroil qolar ekan. Nechta qoldi? 4 ta. Hamalatir arsham o'ldi. Qur'on farishtalari bordi. Ular ham o'ldi. Hammani Alloh o'ldiradi. Hammani jonini Hazrati o'sha Azroil, Malakul Maut, o'lim farishtasi deyiladi. O'lim farishtasi hammani jonini olgandan keyin 4 farishta qolganida Alloh taolo chaqirar ekan. O'zini huzuriga kimni chaqiradi deysiz? Aytingchi, Azroilni chaqiradi. Yo'q, Azroilni chaqiradi. Alloh biluvchidir. Aytadi: "Ey Azroil, kimlar qoldi?" der ekan. Keyin Azroil aytar ekanki, Jabroil qoldi, Isrofil qoldi, Mikoil qoldi, men qoldim Robbim desa, bor ana Isrofilni jonini ol der ekan. Keladi Isrofil alayhissalom bu boyagi nimani surni qo'lga ushlab turar ekan. Alloh amr qildi, u ham buyuk farishta. Sizni joningizni olar ekanman deya jonini olib ketar ekan. Allohning huzuriga kelsa, Alloh biluvchidir, yana so'rar ekan. Ey Malakul Maut, Azroil, yana kim qoldi desa, Jabroil, Mikoil, men qoldim ya Robbim desa, borda ana o Mikoilni jonini ol der ekan. Borib Mikoilni jonini olib kelar ekan. Kelar ekanda Alloh biluvchidir, yana so'rar ekan. Endi kim qoldi der ekan. Robbim der ekan, Jabroil bilan men qoldim desa, bor endi Jabroilni jonini ol. Alloh Jabroilni jonini oladi. Ana endi Allohning huzuriga keladi. Boshiga kim? Malakul Maut, Azroil keladi. Alloh biluvchidir, yana so'raydi. Azroil, endi kim qoldi der ekan. Azroil kelgan paytda suvga tushib, haligi qush, suvga tushgan qush va patini qoqib, sarg'ayib, shunaqa qaltirab Allohning huzuriga kelar ekan. Chunki o'zi qoldi. Ey Azroil, kim qoldi endi der ekan. Robbim, men qoldim der ekan. Unda o'l der ekan Alloh taolo unga. Uni jonini Alloh oladi.
ana u o'ladi, hech kimsa, hatto bir farishta ham yo'q. Vujudda kimsa yo'q. Alloh taolo nido qilar ekan, aynan G'ofir surasida. G'ofir surasida mana shunday oyatlar keladi. Limanil mulkul yawm derkan Alloh taolo. Ey hokimlar, ey maliklar, ey podsholar, ey yer yuzida butun davlatlarga ega bo'lgan, mol mulk sohiblari bo'lgan, qanisan o Qorun, qanisan o Hamon, o Fir'aun, falonchi, qanisizlar der ekan. Alloh nido qilar ekan. Bütün o'sha yo'q narsalarga, foniy narsalarga Alloh limanil mulkul yawm. Bugun mulk, mol dunyo, borliq kimniki der ekan. Kimdir javob beradi deysizmi? Biri javob beradi. Kim javob beradi deb o'ylaysiz? Ha? Kim aytsa bitta kitob beraman. Alloh, hojaga sizga beraman. Javob beradigan zot bo'lmaydi. Illa u javob beradigan ham bitta Allohning o'zi bo'ladi. Birinchi limanil mulkul yawm deya nido qiladi. Bugun bu mulk sohiblari bo'lgan qani, kimnikidir bugun egalik? Bu borliq kimni qo'lida deganda hech kim javob bera olmaganda lillahil vahidil qahhar deya o'zi aytar ekan. G'ofir surasida 16-oyatni o'qing keyin. Lillahil vahidil qahhar. Bugun bu borliq o'sha vahidil o'zi bir bo'lgan. Hamma narsani qahr qiluvchi, ya'ni hamma narsaga g'olib, hamma narsa unga borliq muhtoj bo'lgan zot Al-Ahadus Samad Allohnikidir deb Alloh o'ziga nido qilar ekan, o'ziga javob berar ekan. Javob beruvchi kimsa bo'lmas ekan. Ko'rdingizmi qiyomatda demak? Qiyomatda payg'ambarlar yo'q. Buni endi ulamolar aytadilarki, bu qachon bo'ladi? Alloh butun xalqni jamiki borliqni o'ldirib bo'lgandan keyin mana shu so'zni aytib olar ekan. Ana keyin amr qiladi, o'sha Isrofilni tiriltiradi. Isrofil surni cholganlaridan keyin ana keyin qabrdan sekin asta chiqib boshlaymiz. Albatta avvalu man yunshaqu anhu qabruhu yoki avul qabr huwa nabiy sallallohu alayhi vasallam. Birinchi qabrlari ochilib qabrdan chiqadigan zot u Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Va yonlarda kim? Abu Bakr, Umarlar va yana narroqda yaqinlarda turgan kim? Baqiy ahli. Allohim hammamizga o'sha joylardan ilohim nasib qilsin. Ana o'shandayin endi qiyomatingiz boshlanadi. Ana kim endi amalni qilgan, haqiqiy hoji bo'lgan, haqiqiy Alloh buyurganlarga itoat qilib, nahiylaridan qaytgan, yashasin u endi u banda. U bandaga Alloh taolo aytadiki, ularga wala xawfun alayhim wala hum yahzanun deydi. Ana o'sha kunda ularga xavf xatar yo'qdir va ular huzunga ham cho'kmaslar deya Alloh marhamat qilgan oyatdagilar ana endi bemalol ko'kragini kerib qabrdan turadi. Mana shunday bo'lishimiz kerak. Bugun hojilar biz siz buni tez anglashligimiz kerak. Chunki u fursat faqat bizda bor. Hozir sizni u yoqda nechta akangiz, ukangiz qoldi? Ikkita akangizga bu fursat berilmadi. Sizni-chi? Sizni uyda nechta kishingiz qoldi? Onangiz qoldi, ukangiz, ular sizdek tushuna olmaydi. Chunki ular ihrom kiymagan. Bugun siz ihrom kiygansiz, mana ihrom kiydingizda buni endi anglashligingiz kerak. Ertaga qabrga ham shunday kirasiz. Qabrdan chiqqaningizda ihromingiz bo'lar ekan, hoji aka. Kafaningiz bo'lmasa ekanmi? Kafan qayoqqa ketar ekan? Chirib ketadi-yu. Boyagi yo'qolib ketadi. Lekin gerçektir, qo'rqaylik qiyomat kunidan. Biz bugun qiyomat uchun keldik. Qiyomatimizni saodat uchun keldik. Aynan siz hojilar faqat qiyomat deng. Qiyomatingizga amalingizni qiling, saodatingizni ana ko'ring. Nima bo'lar ekan? Avval saboqlarimizda aytganimizdek, bu haj biling 5-rukun. Lekin Allohga qasam deb aytaman, hajdan avlo amal bor, u ro'zadir. Ro'zangizni tuting, qarzlaringizni bering.
vallahi deb aytaman, Allohga qasam, u hajdan, ro'zadan afzal amal bu namozdir. Avval ma yus'alu abdu anhu as-salat deydi. Birinchi banda qabrga tushganda so'raladigan bu so'rov namozdan bo'ladi. Namozingiz bor, u yog'i bor. Siz o'ylaysiz, hajga kelamiz, hamma gunoh afv qilinadi deysizda, namozga beparvo bo'lasiz. Aytdikki, million hajingizdan, takrorlayman. Million siz ulug'lab muqaddas kelib tursiz, muqaddas deb. Million hajingizdan namoz afzaldir. Namoz yerni har yuzda o'qiladi. Namoz kunda 5 mahal o'qiladi. Namoz bandasi bilan Allohning orasidagi bog'dir. Hajni qilasiz, ketasiz. Ammo namozchi, namoz buyuk bir toatdir. Namoz haqiqiy bandani bandaligidir. Namoz har kuni Alloh bilan shunaqa munojatdir. Namozingizga ehtiyot bo'ling. Shahodatingiz, tavhidingizga ehtiyot bo'ling. Anoga borib, bunoga borib, yana bu ham bo'laveradi. Ota-bobomiz endi shuni qilganda deya bir shirkiy amallar bilan o'zingizni amalingizni habata qilib qo'ymang. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin, o'zingizni amalingizni habata qilib qo'ymang. Shu ibodatda, shu toatda, shu dinda qoyim bo'ling, inshaalloh oxiratingiz oboddir. Allohumma inni ballag'tu fashhad. Allohim meni yetkazdim, o'zing guvohsan. Robbim, mana sen o'zing ularni ulug'lab chaqirgan baytingga, bu chaqirilgan hojilarimizga Allohim yetkizdin. Alloh, Robbim, sen guvohsan. Payg'ambaring dinini, mana ma'rifatni yetkizdim. Haqiqiy haj amallarini, haqiqiy haj maqsadlarini Allohim yetkizib turibman. O'zing qabul aylagin. Hojilarimizga buni manfaatli aylagin. Ilohim, hammalari ham o'sha maqbul hajni, mabrur hajni qilib, barchalarimiz ham g'onimina solimina elga, yurtga qaytishligimizni Alloh hammamizga muyassar aylasin. Allohim hammamizni o'sha oxiratga tayyorgarligimizni qalbimizga solib, har amalimizda oxirat umidida, Allohning rozi rizochilik umidida, jannat umidida bo'lib yurishligimizni Allohim bundan keyingi amallarimizda Alloh barchalarimizga o'zi nasib va ruzo aylasin. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.